Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men yana Jon FC. Bugungi videomizda obzor bo'ladi. Sizlar bilan 119, 118 larni yaxshilarini obzor qilib beraman. Xo'p, bu video juda ham zo'r o'tadi. Like va obuna bosishingizdan chiqmasin, unda biz boshladik. Xo'p, biz birinchi o'rin sizlarga bitta narsa ko'rsatishim kerak. Bu yerda mana bunday Belgiya, Angliya, keyin yana bitta davlat ismini aytib qoldizmi? Shulardagi Senegallik kelgan. Mana bu 100 FC pointslikdan 15 ta ochsangiz, mana 114 plusdan 1 dona beradi. Shu 1 dona, shu 114 plusdan 3 ta ochsangiz, mana 117 plusni beradi. Bu degani, mana 110 plusdan 100 FC pointslikdan 15 ta ochasiz, keyin bundan 114 plusdan 3 ta beradi va keyin mana Belgiya Time Pack Ultradan bitta dona beradi. Mana ko'rsatib qo'yganman. Xuddi shunday bo'ladi hammasida. Keyin kechagi videomda men Argentina bilan Paragvay deb adashibman. Argentina bilan Capo Verde o'ynagan ekan. Argentina g'alaba qozongan ekan. Ozgina adashibman. Undan uzr so'rayman. Xo'p. Biz endi bu yerda o'yinchilarni obzor qilishga o'tib ketamiz. Undan oldin biz bu yerda yangilanish yo'q. Biz tekin pakni ochib olamiz. Bu yerdan bizga nima beradi? Taxmin qilib kommentariyaga yozib qo'yishni maslahat berardim, to'xtatib turib. Kommentariyaga to'g'ri topdim. 50 FC points. 50 rank up berdi. FC points deyman, uzr. Xo'p, bu yerda biza 120 larni obzor qilamiz, chunki o'zi 120 lar yaxshi kelgan. Juda ham zo'r. O'z nomi bilan 120 da, to'g'rimi? To'g'ri. Bu yerda Maradona, Henry kelgan do'stlar. 67505 ta shartga. 5 ga to'g'ri, playstylari yaxshi, striker 155 tezlik, 153 udar, skill movesi 4 chiqibdi, staminasi 4.5 chiqibdi. Xo'p, bu yerda playstyli. Ikkinchisi yaxshigina playstylar qo'shilibdi. Xo'p, biz endi Del Piero'dan boshlaymiz ekan. 119 Del Piero juda ham yaxshi, 22.000 shartga arziydi. Bundan ham ortig'iga arziydi. To'g'rirog'i 5 ga 5 oyoq, tezligi, tepishi, driblingi o'ta darajada yaxshi, skill movesi 4, staminasi 4.5. Playstili 90 ga tepish, ya'ni teparoqqa. Keyingisi Shearer. Bu ham juda ham zo'r o'ynayapti. Men o'ynatyapman Del Piero ikkalasini. Ikkalasini strikerga qo'yib qo'ysangiz, отлично o'ynaydi. 5 ga 4 oyoq, juda ham yaxshi statistikalari. Bu yerda Ljungberg degani bor, tezligi o'ta darajada kuchli. Va bu yerda Van Persie bor. Buni ham olishni maslahat beraman. 5 ga 4 oyoq, tezligi, tepishi. To'g'ri, bundan ko'ra Shearer yaxshi. 31 mingdan o'rniga 20 ming olgan yaxshi. Ko'pchilik Van Persie'ni yaxshi kelmagan debdi. Bu yerda Hamshikning eski kartasi, staminasi 5, 5 ga 5 oyoq. Bu kartochkada sal pastroq kelgizgan, lekin SM uchun yarasha statistika. Va bu yerda Roberto Carlosga gap yo'q. Bu yerda Diop, Cho'loq qilib qo'yishgan, Rafael Leao. Buni olishni maslahat bergan bo'lardim. Skill movesi 5, stamina 4, playstili tez yugurish. Tezligi, driblingi yaxshi. Bu yerda esa Odegaard. Tezlik, dribling kuchli o'yinchi, passi bilan 3 ga 4 oyoq, playstili tezroq pas berish, ya'ni ko'p tezroq pas beradi. Skill movesi 5, staminasi 4.5, juda ham yaxshi. Bu yerda buni umuman olmagan, вообще musor. Strikerga tezlik ham hamma narsasi pas, xullas, shart yetarli bo'lsa, haligi boshqa o'yinchilar pasroq bo'lsa, maslahat olinglar. Kuchli akkaunt 124, 125 overall akkaunt bilan striker bunaqa bo'lishi kerak emas. Xo'p, bu yerda Havertz, bu ham pasroq kelgan. Bu yerda esa Barcola. Отлично, tezligi juda ham kuchli, driblingi ham yaxshi, playstili qadimgi tez yugurish, 4 ga 4, staminasi ham, skill movesi ham 4. Bu yerda Laporte 1.89 bo'yli, yosh 32 da, 5 ga 3 oyoq. Nimaga himoyaga 5 ga 3 oyoq tepmaydi, gol urmaydi. Bosh bilan yaxshi o'ynasa bo'ldi. Va keyingisi Schlotterbeckda bu kartochkasi yaxshi. Va bu 5 ga 4 tezlik juda ham yaxshi ekan mana shuni. Qolganlari ham
bo'ladi, o'ynasa bo'ladi. Hop, o'rtacha o'ynab bersa kerak, bilmadim. Rabiot, Musil 5 ga 3 oyoq qilib qo'yishibdi. Samiga 5 ga 3 oyoq vahsh kerak emas. Bu yerda Martinez 147. Prestli yaxshi-ku, ammo statistika sal pastroq kelgan. Bu yerda esa LVga 5 ga 3 oyoq Musil va bu yerda Neuer kelgan. Neuer germaniyalik varattabon Prestli chiqib yugurib keladi, to'pni yugurib tepsa bemalol oladi. Shu Prestli. Bu yerda Gabriel bor. 119 Gabriel. Buni juda ham yaxshi chiqarishgan. Maslahatim ko'pchilik olsa kerak, lekin Prestli to'pni bermaslik. 118li U30 kartochkasida yoki 30 kartochkasida Qunduz bor edi. Bundan ko'ra Prestli yaxshi. Hop, mana hozir ko'rsatmasligi Gabrielda, mana Gabriel, Qunduz. Hammasi pas. To'g'ri, lekin Prestli unga qaraganda buniki yaxshi. Kimga yoqadigan bo'lsa, Gabrielda shu Chempion Ligasini olgan yaxshi, chunki juda ham yaxshi, lekin Prestli salgina yomonroq. Mayli. Keyingisi Rice, Declan Rice juda ham yaxshi Arsenal o'yinchisi. Ko'rishingiz mumkin. 5 ga 4 oyoq. Himoyasi ham yaxshi. Adashmasam SMda ham turib bersa kerak. Hop, bu yerda David Raya juda ham atlichna. 119 ichidagi eng zo'ri mana shu David Raya bo'ladi. Xohlasangiz solishtirib ko'ramiz. Birinchi bo'lib 120 bilan solishtiramiz. Bu yerdan Van der Sarni solishtirish ko'ramiz. Kulgili, to'g'ri, Van der Sar juda ham yaxshi. 2 ga 4 o'ynayapti. Keyingisi Casillas. Oho, deydigan o'ynayapti. Casillas yaxshigina ekan. Bu yerda Martinez ko'rishingiz mumkin. Martinezning 4-2 hisobida mag'lubiyatga uchratdi, to'g'rog'i. Hop, keyingisi Pickford bo'ladi. Pickfordni ham ko'rishingiz mumkin, yutyapti. Aytganimdek, 109 darajadagi eng yaxshisi. Ko'rishingiz mumkin, bir dona ham shans yo'q. Neuerga Alisson va bu vahshe yapilmasa bo'ladi. Xolos ko'rishingiz mumkin, 119 darajadagi eng zo'ri 120 larda yuta olmaydi, to'g'ri? 119 ga yutish mumkin. Xo'p, bu yerda Marquinhos juda ham yaxshi, Prestli ham Qunduz ancha-muncha yaxshi. Shuni olishni maslahat beraman. Himoyangizni vahshe zo'r ushlab beradi. Bu yerda Nuno Mendes juda ham yaxshi, tezligi atlichna, tez yugura oladi. Va bu yerda Alexander-Arnold. RBning eng zo'ri, juda ham chiroyli pas beradi. RBdan olib ketib turib hujumga bitib pas berishni atlichna qilib beradi. Xo'p, keyingisi Musil. Hop, bu yerda Lamine Yamal. Juda ham yaxshi. Bunda meni U30 kartochkasi bor menda. Juda ham yaxshi o'ynayapti. Xullas, pik darajada juda ham dahshat. Mana menda U30 kartochkasi bor. U30 juda ham yaxshi. Undan ko'ra agar vaqtida Lamine Yamalni olganingizda U30 ga almashtirgan bo'lardingiz. Hozir esa U30 emas, 30 o'zi bor. U ham yaxshi. Semenyo ko'rishingiz mumkin. Semenyo 5 ga 5 oyoq. Prestli buni ham tez yugurish. Ancha-muncha yaxshi o'ynab beradi bu ham. Keyingisi Baumgartner degani bu Musor. Bular o'sha 109 larda ko'p ham yaxshi kelmagan, ko'rishingiz mumkin. Sapnikka 140 tezlik, to'g'ri, 144 tezlik kerak emas. Bu yerda mana shu o'yinchi ham Nidayi yaxshi deyapti, tezligi anchagina yaxshi. Ermadan tezroq o'tib ketadi va buni Prestli penaltida burchaklarga yaxshi tepar ekan. Penalti eksperti qo'yibdi. Yaxshi, bu ham penalti bo'ladigan bo'lsa shuni qo'yib qo'ysangiz. Sozlik gol, menimcha 90% gol olib kelsa kerak, chunki ba'zilarda boshqa joyga. Va bu Mbappe juda ham zo'r o'yinchi. 5 skill 4.5. Stamina bu esa Valverde. Staminasi 5, bemalol o'ynab beradi 90 daqiqa sizga. Xo'p, bu yerda Salahning statistikasi bu kartochkasi yaxshi kelmabdi, to'g'risini aytsam, 5 ga 4 oyoq. Staminasi bilan skill juda ham yaxshi. Arda Gulerni bilmadim, cho'loq qilib qo'yishibdi, 5 ga 3 oyoq qilib. Boshqa narsalari yaxshi, o'rtacha. Bu yerda Rafinha bilan Brahim esa bu kartochkasi juda ham zo'r chiqarishibdi. Men qoyil qoldim. Tezlik 151, 5 ga 5 oyoq.
Masalan, Rafinyadan yaxshi bo'lsa kerak. Hozir buni bilamiz. 150 ikkalasini solishtiramiz. Xo'p. Bu yerda Rafinya va ikkinchisi Brahim bo'ladi. Bu yerda yo'q. Topamiz. Bra deb yozsak chiqsa kerak. Hop. Qidiramiz. Xo'p, Rafinyadan ko'ra Brahimni men yaxshi deb o'ylayman. Agar meni shartim bo'lganda Brahimni olgan bo'lardim. Manda hozircha tezligi, pasi, driblingi juda ham yaxshi. Erva uchun shular o'zi yetadi. Brahim menimcha yaxshiroq deb o'ylayman, chunki tezlik Ervaga kerak, pas berish ham straykerga o'zi borib gol ursa ham buzi 40 tepishachigina yaxshi. Bu yerda esa Casemiro, Kunduz yana BSMda ham o'ynab beradi. Juda ham yaxshi kartochka. Ko'pchilik maqtayapti buni ham. Hop, biz keyingisi Isak. Isakni bilmadim. Olsa bo'lsa kerak. Gyökeres taxta. McTominay bosh bilan juda ham yaxshi o'ynar ekan. 5 ga 3 oyog'ini cho'loq qilib qo'yishgan ekan. Mayli. Men buni olmoqchi edim. Negaki sevmam. 117 edi. Olmadim chunki menga Del Piero oldim. Del Piero sapni kerak edi ham. Sema pastroq edi. Uni keyinchalik olsa bo'ladi. Bu esa De Bruyne. Juda ham yaxshi kartochka. Bu yerda esa Lamine Yamal 152 tezlik. Bu kartochkasi salgina pastroq kelibdi. To'tisiga qaraganda yaxshi o'ynatsa bo'ladigan kartochka. Elba yangi Real o'yinchisi Marcos Cucurella degani 5 ga 3 oyoq. Nimaga 5 ga 3 qilib qo'yishdi bilmadim. Mayli, Realda yangi o'yinlari bilan bizni hayron qoldirsa kerak. Chiqib ketib qoldim. Xo'p. Bizni qoyil qoldirgan umiddaman. Real muxlislari like, Barsa muxlislari obuna bo'lsin. Shundan kimni qaysi komandaning muxlislari ko'pligini bilib olamiz. Mening YouTube kanalimda qaysi biri ko'p ekan. Bu yerda Modric va Messi. Modric bu kartochkasi o'rtacha kelibdi. Yaxshi, zo'r ham deya olmayman, yomon ham deya olmayman. O'rtacha kelgan, to'rga to'r, stamina to'r, skrimovs to'r, play stili bunda tez pas berib yuborish menga odamni kuttirmaydi, juda ham tez pas beradi. Messini bu kartochkasi faqatgina dribling yaxshi kelgan, juda yomon. Ervada striker, Erva deb o'ynay bera oladi. Messi o'rtacha kelgan, bu yerda Martinez. Xo'p, bu yerda Aldashsari. Juda ham menga yoqdi. Men o'zim Elvaga qo'yib o'ynatyapman. Dahshat o'ynab beryapti. Maslahat beraman olishni. 5 ga 5 oyoq. Play stili ham juda ham yaxshi. O'ng tomonga masalan qarshi jamoa pas berib olib ketmoqchi bo'lsa, bu tezroq yugurib to'pni o'zi olib ketib qoladi. Yoki to'pni berib qo'ysa, orqaga yugurib borib yana to'pni olib ketib qolishi mumkin. Play stili juda ham zo'r. Bizda keyingisi kim bo'ladi? Keyingisi Cristiano Ronaldo. Gap bo'lishi mumkin emas. Tepishi, tezligi anchagina yaxshi. To'g'ri, Messining driblingi yaxshi, o'zi Messi driblingchi. Shuning uchun Messi bilan bu Ronaldoning kartochkasi o'rtacha kelgan. Ronaldo bilan Messiga har doim biz yomon deya olmaymiz, chunki ular qirollar, goatlar. Bu yerda esa Dembele 152 tezlik, 152 dribling juda ham yaxshi. Xo'p, bu yerda Vitinha, Cristiano Ronaldo, Haaland Rice turibdi. O'ttiz kartochkalar, ularni o'zlaringiz ko'rib olgansizlar. Men hozircha mana shu tepadagilarni qildim. Xo'p, endi biz 118 lardan ko'rib o'tamiz yaxshilarini. 118. Xo'p, men o'zim agar 118 kerak bo'lganda oladiganim King va Sabazlay olgan bo'lardim. King juda ham zo'r kelibdi. Men qoyil qoldim. Bu yerda Ko'xre bilan Barzakli ikkalasini qo'yib qo'ysangiz juda ham yaxshi o'ynaydi. Sevingizda to'siq bo'lib turadi. Bu yerda esa juda ham yaxshi Mane. Va bu yerda yana kimlar bor ko'rsata oladiganim? Xo'p, bu yerda ko'rsata oladiganim Sabazlay juda ham yaxshi kelgan. Va bu yerda Kalafior va Mbeumo. Bu yerda Rafinha, Yildiz, Martinez bular o'zlaringiz ko'rgansizlar. Xo'p, 118 lardan Husanov juda ham yaxshi kartochka, Yusupov. Ikkalasini himoya, ya'ni SVga Husanov, golkiperga Yusupov qo'yib o'ynasangiz, ikkilasi juda ham yaxshi kelisha oladi. Xo'p, bu yerda Dembele. Bu kartochkasi ham yaxshi kelgan.
118 ichida juda ham masalan Striker ichida yaxshi deb o'ylayman. 148 ga 148. Xo'p, biz ozgina open pack qilib qo'yamiz videoning oxirida qiziqarli bo'lishi uchun shuni ochamiz. Henri kelgan, Henrida yaxshi o'yinchilar mayli ochib qo'yaveramiz. Henri chiqib qolishi ehtimoli bor. Birinchisi Musor 114. Kartochkalarni deb aytyapman, ya'ni o'yinchilar deb tushunolmanglar. Kartochkalar past, xullas menga kerak emas. Ko'pchilik Kadioglu 116. Hop, keyingisi 112. Keyingisi uncha yurmadi. Alfaraj degani chiqibdi. Keyingisi ham yurmadi. Shu kunlarda omad kelmayapti. Sizlarda ham shunaqami do'stlar? Umuman omad yo'q. Va oxirgisi bunda ham yo'q. Afsus. Xo'p, bugungi open packimiz sizlar bilan shu bo'ldi va biz o'yinchilarni obzor qilib berdik. Xo'p, bu videoga like va obuna esingizdan chiqmasin. Men sizlar bilan Johnny FC bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling do'stlar.